لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda tavof qilish va unga oid ba'zi masalalar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Demak, Masjidul Haromga tavof qilish uchun kirgan ziyoratchi tavofni Hajarul Aswadni oldidan boshlaydi. Ya'ni qora tosh deb qo'yamiz, shu qora toshni oldidan boshlaydi. Bu Hajarul Aswadni bildirishlik uchun har bir qavatlarga o'zi yashil chiroqlar qo'yilgan. Shu qaysi eshikdan kirgan taqdirda ham shu yashil chiroqni oldiga kelib, shu Hajarul Aswadni oldidan tavofni boshlashligi kerak bo'ladi. Chunki barcha kitoblarimizda Hajarul Aswadni oldidan tavofni boshlash vojib ekanligi bayon qilingan. Demak, mana shu Hajarul Aswadni oldiga kelish jarayonida erkaklar shu o'ng yelkalarini ochib olishlari kerak bo'ladi. Buni kitoblarimizda istivo deb qo'yadi. Ya'ni erkaklar shu tavof asnosida o'ng yelkalarini ochib olishlari kerak bo'ladi. Umrani tavofi bo'ladimi? Umra uchun tavof qilyapti yoki tavofi ifoza, hajni tavofini qilayotgan bo'ladimi? U erkaklar o'ng yelkalarini ochib olishlari kerak bo'ladi. Bu o'ng yelkani 7 ta aylanishni hammasida ochiladi. Ya'ni tavofni boshlashida ochiladi. Shu bilan 7 ta aylanib bo'lgandan keyin bu yopiladi. Ba'zilarda bir noto'g'ri tushuncha bor. Ular bu o'ng yelkani ochishni faqat 3 ta aylanada o'ng yelka ochiladi xolos deydilar. Bu noto'g'ri tushuncha. Chunki barcha kitoblarimizda keltirilgan ma'lumotlarga zid hisoblanadi bu. 3 marta deyilgan narsa bu ramlga tegishli bu. Raml degan narsa bor. Bu ham sunnat, bu o'ng yelkani ochib olish ham sunnat. Bu raml shu 7 ta aylanadigan tavofda shu avvalgi 3 tasida raml qilishsa lo'killab polvoncha yurish deyiladi. Mana shunday qilib yurish sunnat bu. Lekin hozirgi kunda bu juda ham tiqilinch bo'lganligi uchun ulamolarimiz bu tiqilinch juda ham sharoit bunga raml qilishga imkoniyat yo'q bo'lganligi uchun bu narsani qilmasa ham bo'ladi deb turib fatvo beryaptilar. Endi kimki masalan shunaqa bemalolchilik qandaydir odamlar Ka'batullohda kam bo'lgan paytda kirsa-yu shu bemalol raml qilishga imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, u qilgani kitoblarimizga muvofiq bo'ladi, sunnat amalini bajargan bo'ladi. Demak, tavofni 7 ta aylanasida ham o'ng yelka ochiq bo'lishi kerak dedik. Mana shu kitoblarimizdagi qoida shu. Lekin shu tavof asnosida farz namoz boshlanib qoladigan bo'lsa, u yelkani yopib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki shu yelka ochiq holatda, o'ng yelka ochiq holatda namoz o'qish makruh hisoblanadi. Kitoblarimizda u keltirilgan. Shuningdek, 7 marta aylanib bo'lgandan keyin 2 rakat tavof namozi o'qiladi. Unda ham albatta bu o'ng yelkani yopib olishligimiz kerak. Ba'zilar bilmasdan shu 2 rakat tavof namozida ham o'ng yelkasi ochiq bo'ladi yoki saylar boshlangandan keyin ham uni o'ng yelkasi ochiq bo'ladi. Bu narsalar ya'ni kitoblarimizga zid holat hisoblanadi. Shunday ekan bu 7 ta aylanani boshida ochiladi, shu bilan oxirida yopiladi. Shu bilan ibodatlar davom ettirilaveradi. Mana shunday holatda, ya'ni o'ng yelkamiz ochilgan holatda, ya'ni tavofga tayyor bo'lib, Hajarul Aswadni oldida turib, demak tavofga kirishamiz. Endi bu tavofga kirish nima bilan bo'ladi desa, kitoblarimizda aytiladi, birinchi Hajarul Aswadni ziyorat qilish, ya'ni Hajarul Aswadni istilomi deyli o'pish bilan boshlanadi. Qanday o'piladi desa, buni 3 xil holatini keltirilgan. Birinchisi shu tavof boshlashdan oldin Hajarul Aswadga qarab takbir aytilinadi. 2 ta qo'llar ko'tariladi deydi. 2 qo'llar ko'tarilib, takbir aytib, tahlil aytib, hamd aytib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytib, borib uni haqiqiy 2 ta qo'lini Hajarul Aswadga qo'yib, uni o'pib, peshonalarini unga qo'yib, mana shunday holatda, ya'ni Hajarul Aswadni o'piladi deydi. Bu birinchisi. Bunday holat lekin juda ham qiyin, ya'ni hech kimga ozor bermasdan shu ishni qilish kerak deyiladi. Ikkinchi holat, endi shuni boriladi, qo'l tekkizishga imkoniyat bo'lmaydi, shunaqa tiqilinch, shunaqa holatda bir narsani tekkizib, shu narsani tekkan narsani keyin shuni o'piladi endi. Uchinchi holat bo'lsa, shu borishga imkoniyat bo'lmaganligi uchun uzoqda turib 2 ta qo'l ko'tariladi. Shu Hajarul Aswadga qarab turib, tavofning boshida 2 ta qo'l ko'tarilib, 2 ta kaftlar shu Hajarul Aswad tomonga qarab turadi-da. Bismillahi Allohu akbar, la ilaha illalloh va lillahil hamd. Vassalatu vassalamu ala rasulillah deb ana shu takbir, tahlil,
hamd, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlarni aytib, keyin qo'lini o'pib, shu bilan tavofni boshlab ketadi. Endi mana shu 3 ta holatini aytdik. Birinchi holat bilan ikkinchi holatni hozirgi kunda iloji yo'q. Tavofni boshlashdan oldin borib Hajarul Aswadni o'paman desangiz, soatlab vaqt ketib qoladi. Va qolaversa bir qancha odamga ozor yetkazasiz. Bu Hajarul Aswadni o'pish o'zi sunnat amal. Lekin odamlarga bo'lib ozor berish, ularga qandaydir qo'pollik qilishlar, bular harom bu. Shariatimizda bu zulm, birovga zulm qilishlik bu harom bu. Demak, sunnat amalni qilaman deb turib, bu harom amalni qilmasligimiz kerak. Yana eng achinarli holat bu joyda ayollar shunaqa tiqilinch holatga kirib oladi. Shu Hajarul Aswadni ba'zan ko'rsangiz, ichida shuni erkaklar bir-biriga shunaqa tiqilinch bo'lib turgan paytda ayollar ham ichida yurgan bo'ladi. U ayollar qancha o'zlariga noqulayliklarni keltiradi. U yerdagi erkaklar hammasi u ayolga nafrat bilan qaraydi. Ba'zan ularning avrat joylari ochilib ketib qoladi, u ayollarning ro'mollari pastga tushib ketib qoladi. Shunaqa har qanday bir noqulaylik holatlar. Shuning uchun bu narsada hali 3-holat. Ya'ni shunda tavofni boshlashdan oldin shu Hajarul Aswadga qarab, qo'llarimizni yuqorida aytgandek ko'tarib, u qo'llarni ko'tarishni ham ulamolar aytadiki, shu quloq barobarigacha yo yelka barobarigacha deyiladi. Uni erkaklar shu quloq barobarigacha ko'tarsa, shunday ayollar shu yelka barobarigacha ko'tarib, hali yuqorida aytilgandek, takbir, tahlil, hamd, yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlarni aytib, shu bilan tavofni boshlaydi endi. Xo'p, tavofni boshlagandan keyin birinchi tavofga kirishayotganda o'qiladigan duolar bor. Shu duoni o'qiydi. Hammamizni qo'limizdagi kitoblarda ular zikr qilingan. Keyin birinchi aylanada o'qiladigan duolar bor. Birinchi shavutda o'qiladigan, uni o'qiydi. Mana shunday qilib zikr, tasbihlar bilan, duolar bilan tavofni boshlaydi. Hajarul Aswaddan keyingi burchak bu Ar-Ruknul Iroqiy deyiladi. Demak, u burchakdan o'tiladi duolarni o'qib, undan keyingi burchak Ar-Ruknush Shami deyiladi. Shom burchagi deyiladi. Undan keyingisi Ar-Ruknul Yamani deyiladi. Ana shu Ruknul Yamanida ham amallar bor o'ziga yarasha. Uni kitoblarimizda Istilamur Ruknul Yamani hasanun deydilar. Ya'ni shu Yamani burchagini istilom qilish, ya'ni uni qo'l bilan ushlash bu hasandir, yaxshidir, mustahabdir degan mazmunlarda keltiriladi. Endi bu qo'l bilan ushlash ham hozirgi kunda nihoyatda qiyin. U joyda ham tiqilinch, izdihom bo'ladi. Demak, u qo'l bilan ushlashga imkoniyat yo'q endi. Endi qo'l bilan imkoniyat yo'q bo'ladigan bo'lsa, unda ham qandaydir ishoralar bormi desa, bizni Hanafiy kitoblarida, Hanafiylarda bu ishora yo'q deyiladi. U Hajarul Aswadni oldiga bora olmasangiz, uzoqdan turib ishoralar qilish bor bu. Shu ishora qilib, shu oxirida qo'lingizni o'pasiz. Shu borolmaganingizdan keyin. Ana shu o'zi Hajarul Aswadni o'pganligingizni o'rnini bosadi. Lekin Ruknul Yamoniyda unaqa ishora qilish yo'q. Borib qo'lingiz bilan ushlay olmadingizmi, tiqilinchmi, boshqalarga ozor beradigan holatmi, undan indamasdan o'tib ketaverasiz. Qolgan burchaklardan qanday o'tgan bo'lsangiz, xuddi shunday o'tasiz. Endi Ruknul Yamoniydan o'tgandan keyin Hajarul Aswad bilan Ruknul Yamoniyning o'rtasida demak o'qiladigan duolar bor. Allohumma inni as'aluka al-affa wal-afiyata deb boshlanadigan uzun duo bor. Davomida Robbana atina fid dunya deb davomi ham bor duoni. Xullas, mana shu duolar kitobinglarda ham bir hojining qo'lidagi kitobda bor. Mana shu duolarni o'qib, keyin Hajarul Aswadga boriladi. Ruknul Yamoniyni oldiga kelgandan keyin duolarni qilib, shu Hajarul Aswadgacha duolar o'qiladi. Mana shunday holatda, demak, Hajarul Aswadga yetib borgandan keyin bu birinchi aylana o'z nihoyasiga yetgan bo'ladi. Endi bu duo qilish masalasida ulamolar aytadilarki, kimning qo'lida kitobi bo'lib, alohida bir kitoblarda duolar bo'ladigan bo'lsa, ulardan foydalanadi. Agar qo'lida kitobi yo'q, yoki duolarni yodlamagan bo'lsa, ular demak aslo jim yurmaslik kerak. O'zbekcha duo bo'ladimi, boshqa duo bo'ladimi, bilgan duolarni o'qiveradi. U o'zbekcha duo qilish ham mumkin. Birovlar duo so'ragan bo'lishi mumkin, shularning haqqiga duo qilinadi. Endi Ka'batullohni aylanish atrofida ya'ni tavof qilish asnosidagi duolar ijobat deyiladi. Shunga astoydil ixlos bilan duo qilinadi. Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi o'zlarining kitoblarida aytadilarki, tavof asnosida quyidagi duolarni o'qigan ham yaxshi deb turib bir duolarni keltiradilar. Ya'ni subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbar, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim degan duolar. Ya'ni bitta subhanalloh aytilyapti, Allohu akbar aytilyapti, la ilaha illalloh aytilyapti, alhamdulillah,
keyin la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Mana shu duolar. Kim bilsa buni hammasini, bu zikrlarni hammasini bitta qilib aytishi mumkin. Yo agar buni hammasini bilmasa, qaysi bir mana shu yuqorida aytilgan zikrlarni qaysi birini bilsa, shularni aytib, demak, tavof qilaveradi. Tavof shunaqa joyki, u yerda behuda gaplarni gapirish aslo mumkin emas. Uni haqiqiy ixlos bilan, muhabbat bilan o'zingizga, farzandlaringiz, ota-ona va eng yaqinlar, el, yurt, vatan hammani haqqiga duo qilinadigan joy bu. Ya'ni kishini dunyo va oxiratiga kerak bo'ladigan eng Allohdan so'raydigan, qalbingizni eng to'g'risiga tuvib qo'ygan duolarni qiladigan joy bu, duolar ijobat makon bu. Demak, bundan foydalanib olishimiz kerak. Demak, mana shunday qilib duolarni qilib Hajarul Aswadga borsak, birinchi aylana tugaydi. Ikkinchi aylanani ham yana Hajarul Aswadni yuqorida aytilgandek zikr tasbihlar bilan, ya'ni ikkinchi aylananing boshida ham shunday qilib qo'llarimizni Hajarul Aswadga qarab ko'taramiz. Kaftlar shu Hajarul Aswad tomonga bo'ladi. Unda ham bismillahi Allohu akbar deb hali yuqorida keltirilgan zikrlarni aytib, keyin yana ikkinchi aylana boshlanadi. Ikkinchi aylanani ham o'zini o'qiydigan kitoblarimizda duolari bor, u o'qiladi va hokazo. Yana borib Ruknul Yamoniyga borgandan keyin, undan Ruknul Yamoniyga borgandan keyin o'qiladigan duolar bor. Hajarul Aswad bilan Ruknul Yamoniy o'rtasida mana shunday qilib, xullas kitobimizda yozilgan duolar yoki o'zimiz hali yuqorida aytilgandek o'zbekcha bo'ladimi yoki o'zimiz yodlagan duolar bo'ladimi, xullas shu har bir aylanamiz zikr tasbihlar va duolar bilan o'tish kerak. Mana shunday holatda demak 7 marta aylanamiz. 7-marta borgandan keyin yana Hajarul Aswadga borib, demak 7-marta oxirgisiga borganimizdan keyin oxirgi holatda ham Hajarul Aswadni yana istilomi bilan tavofni tugatamiz. Boshida ham o'zi boshlayotganda ham Hajarul Aswadga imo ishora bilan boshladik, oxirida ham yana imo ishoralar bilan hali har bir safarda Hajarul Aswadni oldiga borganimizda qiladigan narsani oxirgi marta ham qilamiz. Mana shu bilan demak tavof nihoyasiga yetgan bo'ladi. Azizlar, tavofni tahoratli holatda bajarishimiz vojib hisoblanadi. Agar tahoratsiz holatda tavof qiladigan bo'lsak, u jinoyat qilgan bo'lamiz. Unga yarasha, o'ziga yarasha uni qo'y so'yish va hokazo jinoyatlar bor. Bu borada Raddul Muxtor kitobimizda shunday matnlar keltiriladi. Law tafalil umrati kullahu aw aksarahu aw aqallahu walau shawtan junuban aw haizan aw muhdisan fa alayhi shatun. Qarang. Agar umra tavofini barchasini, ya'ni 7 ta aylanani hammasini tahoratsiz qilsa yoki aksarini tahoratsiz qilsa, ya'ni aksari degani 4 ta tavof va undan ko'pini demak tahoratsiz qilgan. Boshini tahorat bilan boshlagan u, qolganlari tahorat sinib qolgan misol uchun, aksarini tahoratsiz qilgan. Yoki og'zini tahoratsiz qilsa, hatto deyapti, valau shayton, garchi bitta aylanani o'zini tahoratsiz qilsa ham, bitta aylanani o'zini ham, u barchasini qo'ying yoki aksarini qo'ying, hatto bittasini, bitta umrani tavofini yoki tavofi ziyorat ham xuddi shunday, tavofi ifoza deb qo'yamiz, hajni tavofi, u ham xuddi shu hukmda bitta aylanasini tahoratsiz qiladigan bo'lsak ham fa alayhi shatun deyaptilar. Ya'ni tahoratsiz holatdami yoki junub holatdami yoki ayollar hayz holatda bo'ladi, shu hayz holati bilmagan holatda shuni qiladigan bo'lsa ham demak uni jarimasi bitta qo'y so'yish bilan to'g'rilanadi deyaptilar. Endi va in aadahu saqata anhu dam. Agar mana shu kamchiliklarni to'g'rilaydigan bo'lsa, undan qon soqit bo'ladi, qon bekor bo'ladi deyaptilar. Misol uchun bitta aylanani tahoratsiz bajardi endi. 6 marta aylandida, keyin tahorat sinib qoldi, bilmadi. U endi tahoratsiz aylansam ham bo'laveradi deb turib, tahoratsiz aylandida, keyin bilsaki u noto'g'ri ekan, jinoyat ekan. Demak, bu mana shuni qaytarib qiladi. Bitta aylanani boshqatdan qiladi. Boshqatdan bajarganda o'z-o'zidan uni zimmasiga tushgan qon soqit bo'ladi. Endi qanday qaytadan qiladi desa, agar ehromdan chiqmagan bo'lsa, kelib tezlik bilan shu bitta aylanani qilib shu nuqsonni to'ldiradi. Agar ehromdan chiqib ketgan bo'lsa, oddiy tikilgan kiyimlarni kiyib bo'lsa ham kelib shu aylanani bajaradi. Endi mabodo yurtiga ketib qolgan bo'lsa-chi, deyilsa, unda shu ziyoratchilardan shu bitta qo'yini pulini jo'natadi, u nomidan shu haram hududida bitta jonliq so'yiladi, shu bilan uni kamchiligi, ya'ni to'g'rilangan bo'ladi. Endi kishi junub holatda yoki hayz holatda tavof qildi, bilmagan holatda, keyin endi u jinoyat hisoblanar ekan. Bu pok bo'lib yoki uzrli hayz ko'rgan ayol shu uzrdan pok bo'lgandan keyin kelib nuqsonlarini to'g'rilab qo'ysa, o'z-o'zidan u qaytadan tavof qiladigan bo'lsa, o'z zimmasidagi qon soqit bo'ladi. Azizlar,
yana umrani tavofi bo'ladimi yoki tavofi ifoza bo'ladimi, uni aylanishni boshladimi, demak albatta uni 7 taga yetkazish kerak. Agar undan ozayib qoladigan bo'lsa, 6 ta yoki undan ozayib qoladigan bo'lsa, o'z-o'zidan u ham jinoyat hisoblanadi. Bu borada Irshodi Soriy kitobida shunday matnlarni keltiradilar. Law taraka minhu ay min tawafil umrati aqallahu walau shawtan fa alayhi dam. Agar shu umran tavofidan ozini tark qiladigan bo'lsa, ozini deganimiz 7 ta aylana bo'ladigan bo'lsa, ozi endi bitta oz hisoblanadi yoki 2 ta oz hisoblanadi yoki 3 ta. 3 tasini agar tark qiladigan bo'lsa yoki walau shawtan, agar bittasini tark qilsa ham deyaptilar. Demak aksarini qildi-yu, bitta tark qilyapti. Qop kelyapti, qandaydir sanoqda adashganman endi u. Yoki yetadi menga shu 2 marta aylansam yoki 3 marta aylansam deb ketib o'rganman endi. Xullas, mana shu umraning tavofi bo'lsin yoki hajni tavofi, ifoza tavofini bittasini yoki 2 tasini yoki 3 tasini tark qiladigan bo'lsa, demak shu 3 ta holatda ham demak unga qo'y so'yish lozim bo'lar ekan. Endi bu holatda ham agar uni qaytadan buni to'ldirib qo'yadigan bo'lsa shu nuqsonlarni, o'z-o'zidan u qon soqit bo'ladi. Endi valav taraka kullahu aw aksarahu fa alayhi an yatufahu hatman. Aytayaptilarki, agar shu umrani tavofini yoki tavofi ifozadan barchasini tark qilsa yoki aksarini tark qildi. Aksari degani 7 tavof bo'ladigan bo'lsa 4 tasini tark qilgan yoki 5 tasini qilmagan yoki 6 tasini qilmagan. Demak, ko'p qismi qolib ketganda endi. Bitta qilgan yoki 2 ta qilgan yoki 3 ta qilgan. Bunda go'yoki u tavof qilmagandek bo'lar ekan bu. Tavof qilgan hisoblanmas ekan. Buni hatto qo'y so'yib ham to'g'rilab bo'lmaydi. Nima qilinadi desa, fa alayhi an yatufahu hatman. Demak, bu lozim, buni zimmasiga vujuban bu qaytadan yana tavof qilishligi kerak bo'ladi deyaptilar. Demak, bu tomonlarda ham alohida hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bu masalaga xulosa qiladigan bo'lsak, bu umra tavofi yoki ifoza tavoflaridan bitta aylana qolib ketadigan bo'lsa ham zimmamizga qo'y so'yish lozim bo'ladi. Agar uni qaytadan qiladigan bo'lsak, shu bittani o'z-o'zidan zimmamizdan qon soqit bo'ladi. Endi agar uni aksarini bajarmasak tavofni, 4 ta yoki undan ko'pini bajarmasak, demak biz uni bajarmagan bo'lar ekanmiz, go'yoki umuman tavof qilmagan hukmida bo'lib turamiz. U ibodatimiz ibodat hisoblanmaydi. Nima uchun ibodat hisoblanmaydi deyilsa, ulamolar aytadilarki, umra bilan tavofi ifozani 4 ta aylanishini bajarish, 4 marta aylanish farz deydilar. Endi qolgan 3 tasi ular vojib deydilar. Hech bo'lmasa farz bajarilsa, o'z-o'zidan ibodatni asosiy qovurg'asi, ya'ni go'yoki bajarilgan bo'ladi-da, u ibodatning asosiy qismi bajarilgan bo'ladi. Qolganlari bajarilmasa ham uni qo'y so'yish, boshqa jinoyatlar bilan to'g'rilab olishi mumkin. Lekin asosiy 4 ta bir asos topilmasa, 4 ta narsa, 4 ta aylana topilmasa, demak uni hech qanday jinoyat bilan ham to'g'rilab bo'lmaydi. Tavofga doir yana bir masala, tavof asnosida agar tahorat sinib qoladigan bo'lsa nima qilinadi desa, qayerga kelgan bo'lsak, shu joyda tavofni to'xtatamiz. Borib tahoratni yangilab, mustahkam qilib, demak shu kelgan joyimizdan tavofni oxiriga yetkazamiz. Bu bilan hech qanday tavofimizga nuqson yetmaydi. Yana bir masala azizlar, tavof qilayotgan paytda u har tomonga qarab, u tomonga, bu tomonga deb qaravermaslik kerak. Tavof qilish odobi deydi. Tavof qilayotgan odam faqat oldi tomoniga qarab tavof qilganligi bu eng yaxshi, eng afzal tavof hisoblanadi deydi. Chunki kitoblarimizda tavof qilishni namoz o'qishga o'xshatilgan. Ya'ni namoz o'qiyotganimizda asosan sajda qiladigan joyimizga qarab turamizmi? Bu tavof qilayotganda ham faqat oldi tomonga qarab yurish kerak deyiladi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bor. Buni Imom Termiziy o'zlarining kitoblarida keltiradilar. Aytadilarki, at-tavafu hawlal bayt mislu solah. Ka'batullohni atrofini tavof qilishlik bu namoz o'qishga o'xshaydi bu. Illa annakum tatakallamuna fihi. Lekin sizlar unda gapirishinglar mumkin. Namozda gapira olmaymiz-ku, lekin bunda gapirish mumkin. Faman takallama fihi fala yatakallamna illa bi khayr. Kim bu tavofda gapiradigan bo'lsa, faqatgina yaxshi gaplarni gapirsin deyaptilar. Ya'ni zikr, tasbihlar, duolar, shu iltijolar, mana shunday tasbihlar, shunga o'xshagan narsalar bilan tilimizni band qilishligimiz kerak bo'ladi. Demak, tavof asnosida u bu yoqqa qaravermasdan, demak, asosan oldimizga qarab yuradigan bo'lsak, buni tavofni haqiqiy odobiga rioya qilgan
bo'lar ekanmiz. Tavofga doir yana bir masala, tavof qiladigan odam albatta uni yurib bajarish kerak. U sog'lommi, u quvvati bormi, zaif emasmi, demak albatta uni o'zi yurib bajarishligi vojib hisoblanadi. Endi istisnolar bor. Agar bemor bo'lsa yoki juda ham zaif, qarilik sababli yo boshqa narsa sababli juda ham zaiflashgan, yurishga madori yo'q, mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, u 7 marta aylanishga hech ko'zi yetmaydigan holat bo'lsa, uni albatta aravaga solib yoki boshqa bir narsa orqali uni tavof qildirish mumkin. Mana shu o'rinda bir masala azizlar, ba'zan yoshi kattalar bo'ladi. Ular 7 ta aylanishni birdaniga bajara olmasligi mumkin. Shular misol uchun bir 2 martami 3 marta aylangandan keyin bir nafaslarini rostlab, bir joyda o'tirib, bir zikr tasbihlarni qilib, yana biroz orom olganlardan keyin yana davom ettirib tavof qilishlari mumkin. Mana shunda ba'zilar aytadi, men aravada tavof qildim, ko'nglim chiqmayapti, yurib tavof qila olmadim, kuchim yetmadi deydigan holatlar ham bo'ladi-da. Mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra bir dam olib tavof qilsa ham bunga shariatimiz ruxsat beradi. Bu hech qanday jinoyat hisoblanmaydi. Azizlar, tavofga doir yana bir masala, tavof qilish asnosida ba'zan necha marta aylanganimizni yodimizdan ko'tarilib qoladi. Eslay olmaymiz. Ya'ni 5 marta aylandimmi, 6 marta aylandimmi degan bir ikkilanish bo'ladi. Mana shunday holat agar umraning tavofida yoki tavofi ifozada, hajni tavofida yoki tavofi sadr, vojib tavoflarda agar bo'ladigan bo'lsa, u qaysi aylanida ikkilansangiz, shuni yangitdan boshlashimiz kerak bo'lar ekan. Misol uchun 5 marta qildimmi, 5-aylanani bajardimmi, yo'qmi deb 5-aylanada misol uchun ikkilandingiz, demak, uni siz o'ylanib o'tirmasdan yangitdan shu aylanani aylanar ekansiz. Endi sunnat tavoflar bor yoki nafl tavoflar bor. Bunda nima qilinadi desa, ulamolar aytadilarki, bunda gumonini g'olibiga qaraydi deydi. Gumonni yaxshi o'ylab ko'radi. Ya'ni 3 ta bo'ldimikin, 4 ta bo'ldimikin deb yaxshi o'ylagandan keyin agar fikri gumoni g'olibi 4 ta deb bir tomonga moyil bo'ladigan bo'lsa, demak, shunga qarab turib ishini yurgizadi. Agar yo'q, 50 ga 50 bo'lib bir aniq holat bo'lmasa, unda oz miqdorini oladi-da, 3 tamikin, 4 tamikin deganda, 3 ta aylanibman bo'lmasam deb, demak, ana shunga qarab turib hisob kitobini qiladi. Ushbu masalaga aloqador yana bir masala, tavof qilib bo'lgandan keyin qandaydir shak keldi. U 6 ta qildimmi, 7 ta qildimmi, shunga o'xshagan bir shak keladigan bo'lsa, tavof tugab bo'ldi endi. Bunaqa paytda bu shakka e'tibor qilinmaydi dedi. Faqatgina bu o'rinda agar bir oldagi odam aniq, siz birodar 6 marta aylandingiz deb aniq bir ma'lumot bo'lsa, shunda quloq solinadi xolos. Agar yo'q, unaqa aniq ma'lumot bo'lmasa, tavofdan keyin yana unga e'tibor qilinmaydi, navbatdagi amallarga kirishib ibodatni davom ettiraveradi. Azizlar, bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan masalalarimiz shulardan iborat. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda tavofdan keyingi o'qiladigan namozlar, zamzam suvini ichish va sa'y qilish va hokazo masalalar haqida gaplashamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.